Hürmetlik vatandaşlık sen davamlaştırmıyoruz. Bugün Çislağ 2021 yıl 6. ayının 12. günü vatandaşım. Endi sizlerge söyleyeceğim başta ettim ben Uygurustan meselesi. Uygurustan meselesi çıkıp oldu oturga. Halkara mesele bop oturga çıkıp oldu. Endi oturga çıkıp olgan meselege çoğun devletler ihbada bildiriş gerek. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi to'xtamay ihbada bildiryapti. Angliya, Germaniya, Kanada, Fransiya ve hatta Yaponiya hammasi Avstraliya ihbada bildirib bo'ldi. Endi bu yerdagi ihbada bildirishning oxirgi cheki siz biz kutayotgan oxirgi cheki hal qilg'uch qadam, hal qilg'uch davr. Uyg'uriston masalasini hal qilg'uch davr ve hal qilg'uch qadam. Bu qacha? Gapni shunday qo'yimizda, hurmatli vatandoshlar. Hozir siz men vaqtni ko'rib turibman, vaqt birga yangicha telefon beribdi. Nimaga oldirdim men mana shuningda ansaqsa ansirdim. Endi ish qildim vatandoshlar. Endi cho'ng davlatlar to'sib qololmaysiz, nima deganiga qiziqolmaysiz, chunki bilmaysiz da buni da. Men haliqi vaqtda sizga bir qatim so'zildimmi, 3-qatim so'zildimmi diqqat qilib turing. Yangicha hozir qaraganda yana Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Bidenning uchrashishi va suhbat o'tkazishidan ansirayapti. Nima ish qilmamsiz? 3-ayning 18-19 Alyaska yig'ini. 3-ayning 22 kuni Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Lavrovning Beijingni ziyorat qilishi Reis Xi Jinpingning Putinga qaytib ketganligi esingizda bor. 5-ayning 23-24 diplomat Yang Jiechining Moskvani ziyorat qilishi Prezident Vladimir Putinning Qardaniz bo'yidagi Sochiga qaytib ketganligi esingizda bor vatandoshim. Nemişki bu meseleler bevosita men o'zim Uyg'uriston masalasiga bog'lab qo'yma sabab Alyaskada o'tkazilgan yig'in Hong Kong masalasi, Uyg'uriston masalasi asosligi. Iqtisod masalasi keyingi masala o. Demek şu yerda meydan yani taglik echilib ketdi. Qisman holda echilib ketdi. Bundan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning qayta so'zlagan so'zini tahlil qilib berdim. Shundaq so'zni eg'izga oldi Antony Blinken davlat ishlar kotibi. Men sizlarga so'zladim. Dünyanın yeni tertibiydin Cungu Kompartiyasi obdan nep algan payda algan devlettir. Amerika Qo'shma Shtatlari Cunguga shundaq nep ve payda yetkazgan devlettir degan gap o'ng'ay gap emas edim men sizga diqqat qildingiz vatandoshim. Endi hozir Yang Jiechi nimaga oldirdi? Men deyman Yevropadagi İttifaqdosh davlatlar bilan yuqumli virus masalasi va Jungoning xirishi masalasida o'rtoqlashib Jungoga taqobil turish buningdanmi ancha cho'chib ketmaydigandek hozir Jungo Kompartiyasining alpozdan qarasangiz ko'nib qolgan, poetishqimi ko'nib qolgan, qo'lidan ish kelmaydigan holatgami ko'nib qolgan. Hamma ko'nib qolgan, masalan, Tayvangimi ko'nib qolgan, hamma ko'nib qolgan, lekin ko'nib qololmayotganligi Uyg'uriston masalasi bo'yicha bir gap unda chiqsa, bir gap bunda chiqsa, Jungo Kompartiyasi moshinaga ko'nalmayotdi vatandoshim. Qaltis ansirayotdi, andisha qilyotdi. Adrian Zenniz dedi 4,5 milyon adam 20 yılda kam tug'ildi dedi. Amaliyotda 4,5 milyon adam o'ltirilib bo'lgan gap. Agar 4,5 milyon adam chiqim qilinmagan, planliq tug'ut bu şekilde Uyg'ur qirg'in qilib o'tmagan bo'lsalar 4,5 milyon odamni keyingi 20 yilda nima 4,5 milyon odam kam tug'iladi? Vaziyat mushakil, diqqat mushakil keldi vatandoshim. Biz dunyoga ishonamiz, Amerika Qo'shma Shtatlariga ishonamiz. Bu millatni mushundaq yo'q qilib o'tmaydi. Qurut qo'ng'izning holiga yetadigan Amerika xalqi bir inson Uyg'urning holiga yetadi deb o'ylaymiz, hurmatli vatandosh. Delmish vaqtda Yang Jiechi telefon beribdi, endi ansirayotgani Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Bidenning o'tirishida suhbat. Başta aytdik, Chaushani setyutib degan gapni Johnson shundaq ishlatdi, bu o'ng'ay gap emas dedik. Hozir Chaushanda hech qanday gap yo'q. Masalan, o tahdid salavotgani yo'q.
Mesela prezident, sobiq prezident Trump bilan ko'rishgandan keyin atom yadro qurollari masalasi bu tahdid sanmadi. Undaqda qanday setib o'talaydi? Bu arzonli narsa, uning ishonmaydi Amerikamda. Ko'rib oldi Amerika Jungo degan davlatni ko'rib oldi, men o'ylayman ishonmaydi. Gap o jangjashini setib o'taman, sen bilan munosabatni saqlayman deganida gapmi bo'lmaydi. Jungoda tashabbuskorlik yo'q, jangsiz deyapman. Bilib oling. Hozirgi mushu vaziyat Amerika Jungo vaziyatida Jungoda tashabbuskorlik qila oladigan hech qanday ish yo'q. Mumkin emas. Yani ki söylüşümüz hürmetli vatandaş, selamet bulan vatan.